Assalomu alaykum hoji aka. Mana niyat qilib qo'yuvdingiz a, bilaman. Ko'pdan beri niyat qilib yuruvchilar, qani bir Otabekjon bir chiroyli uy chiqarsam, men shu uyda borib o'sam ekan deb niyat qilganlar ko'p edi, bilaman. Mana zotlikda ulgurib qolinglar mana sizlarga. Fayzli xonadon sotuvga chiqaryapman. Men kelib turgan lokatsiyani tushuntirsam, Termiz shahar namuna Partizanda bo'lmoqda. Tinchlik mahalla fuqarolari yig'ini. Hojona hojataga olib beraman deb niyat qilganmidingiz? Mana aynan bu videorolikimiz siz uchun hisoblanadi. 6 sotix namunali uylardan, kottejlardan bo'lmoqda. Orientirni tushuntiraman. Termiz shahar Partizan, ya'ni namunada Buyuk Ipak yo'li Somsaxonaga o'tgandan so'ng Netanga yetmay bekatdan unga qayrilasiz. Hozir mana ko'rib turibsizlar, ko'chalarda asfalt bo'lgan, kirib kelishlarni ham sizlarga ko'rsatyapmiz. Mana 3-burilish, tinch mahalla, sokin. Asabbuzarlik yo'q. Hojona hojdadilar mana, tinchgina yashaydi. Kelasiz bir holatdan xabar olib ketasiz. Balki o'zingiz ham qo'shilib yashasangiz bo'ladi. Hozir esa bitta like tugmachasini bosinglar, mana ichki shart-sharoitlar bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'rishinglar mumkin. Mana kirgandan o'ng qo'lga sanuzel joylashyapti. O'zi 6 sotix kottejimiz bu tomonda bo'ladi. Qo'shimcha qurilish qilingan imoratlar. Tepani ko'tarib, zotlikda chiroyli, fayzli xonadon niyat qilganlar bor, bilaman. Mana qaranglar, bu yerda tapchan qilib qo'yishdi yozda bemalol o'tirish uchun. Toklarni o'stirib, ha? Yashil maydon qilib qo'ysanglar. Mana buni qaranglar, bu nima uchun, bu chuqur qaranglar. Mana yoz kuniga bir ozgina chala qolibdi ishi. Ko'rishinglar mumkin. Basseyncha qilib qo'ysanglar, mana jiyanlar uchun. Ko'ringlarda mana bir basseyn qilib bering, salqinda. Nima esa mana bu yerda esa tandir, o'choq, gaz plita ham qilib qo'yishdi, mana qoyili. Ko'ringlar mana. Bu esa yozgi oshxona hisoblanadi. Mana ichkaridan fasadimiz. Ko'rishinglar mumkin. Tepa polni topli pol. Past esa ataplina katyol bilan qiziydi. Mana bu tomonda esa hattoki og'ilxona, ya'ni qo'yxonani ham ikki tashkil qo'yishdi. Oshish bo'lsin ustalarga. Usta akalarimizni qo'lida dard ko'rmasin albatta, qaranglar. Niyat qilganlar bormi? Like tugmachasini bosib qo'yinglar. Mana shunaqa videolar tarqalish uchun tanishlarga yuborib qo'yinglar. Yevro remont kirib yashashga tayyor uyimiz. Zotlikda sotiladi. Xonadon egalarining nomeri pastda e'lon qilinadi. Ulgurib qolinglar. Mana ko'pchilik kutganda Otabekjon qachon bir chiroyli uy chiqarasiz? Qachon deb mana qarang. Bu yoq hozir oxirida ko'rsataman. Birinchi past etajimizni ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Bu yerda esa 4 ta oshxona bilan qo'shib hisoblaganda 5 ta xonadan tashkil topmoqda. To'g'rida mehmonxonamiz. Ko'ringlar, hoji aka. Narxni oxirida aytib o'tamiz akalar. Qaranglar, tepa patolog, teshilami, lustra, aboy hammasi qilinganda. Ko'ringlar. Bu yerda bolalar xonasi. Ya'ni o'g'il bolalar xonasi, hamma tomonga konditsioner, ariston deysizlar, nima kerak bo'lsa hammasi qilingan. Niyat qilganlar bor, Allohga oson. Nasib bo'lsa, hammamiz mana shunaqa uylar olish nasib qilgan bo'lsa, mayli o'zimizga bo'lmasa, niyat qilganlar bormi? O'g'lingiz, qizingiz sizga apersin mana. Siz shuning uchun tayyorlayapsizki, o'g'lingiz, qizingiz, farzandlaringizni mana o'qityapsiz, ishlayapsiz, kecha-yu kunduz tinim bilmay. Nasib bo'lsa, o'g'lingiz sizga olib bersa, mana siz imkoniyatingiz yetmasa, Allohdan so'ranglar. Mana men ham niyat qilib qo'ydim. Bu esa qizlar xonasi, ko'rdinglar. Bu yerda shu uyimizda 3 ta sanuzel bo'lmoqda. Shu uyimizda 3 ta sanuzel. Bu esa tushovoy. Alohida hammasi. Endi oshxonani qaranglar. Mana 2 ta muzlatgich, katyol. Bu katyol bilan qiziydi. Mana buni ko'rasizlar, ko'xinni mebellar. Mana bu yerda esa balkonimizda ham bitta xona qilib qo'yishgan. Bu ham bitta xona qo'shilsa, 6 ta xona bo'lyapti, общий. Ya'ni nima kerak? Mana ko'ylarda akalar bo'ladi. Hozir esa men mana to'g'rida ikkinchi etajdan tanishtirishdan oldin mana bu yerda sanuzel joylashgan edim, buni aytdim sizlarga. Mana buni ham ko'rsatib o'taman. Qaranglar. Zinadan chiqib ketish, fayzli xonadon. Allohga oson deb yozib ketinglar kommentariyaga. Qaranglar, bu manzarani sizlarga hech kim hamma ham ko'rsatib bermaydi, lekin mana qaranglar. Zalimizni ko'ryapsizlarmi? Mehmon kutish uchun. Mana shunaqangi uylarda chiroyli Xudo xolalardi, bo'lajak xudoandalarni kutishni nasib qilsin hammaga. Ko'ryapsizlarmi? Naborlarni qanday qilib terib qo'yishdi buni ayollarimiz tushunadi-yu. Ko'pchilik orzu qiladi-ku. Mana bu yerda yana bitta erkaklar mehmonxonasi desak, bu bunaqa bo'lmaydi. Mana qaranglar, ozgina kirib tekkan, aytib bermaysizlar. Mana bu mehmonxonamiz. Bu tepa qavatimiz polni hammasi tepli pol qilinganda. Ko'ringlar. 3-chi sanuzelimiz ham mana tepa uchun alohida 3 ta sanuzel dedimi? Bu ko'chani qaranglar, ko'chani. Boshida ko'rdinglarmi? Osmonimiz musaffo, tinch. Mana shunaqangi tinch davlatda, tinch yurtimizda ko'z tegmasin iloyim. Bu yerda sanuzel. Mana ko'rishinglar mumkin. Bosib oladigan joyi yo'q. Hoji aka, uygalarini ko'ngli shunday qo'lsab qo'ydim-da. Narxini 200 ming deyatuvdi-ku. Yo bo'lmaydi deb
narxini окончательно siz uchun, aynan mana Otabek Makler muxlislari uchun, ya'ni Makler Otabek YouTube kanali muxlislari uchun 154.900 ga tushirib qo'ydim-ku narxini. 200 mingdan. Hoji aka dedim sizga dedim pul dedim endi. 3000 4000 demasa dedim 254 ming dedi mana. 154 ming. 200 ming desak dedim ketmay turaveradi dedim. Mana biz gapga quloq solib 154.900 ga chiqaryapmiz. Yana ham xayriga o'tadigan joyi bor. Siz bu uyimizni naqd pul yoki bo'lmasa ikkilanchiga olishingiz mumkin. Ko'pchilik so'rashadi, barter bormi, yo'qmi? Barter yo'q, ammo sizda domingiz bormi, mashinangiz bormi, sotishingiz uchun 10 kun, 15 kun muhlat olib beraman. Aslo muammo yo'q. Mana niyat qilganda bor. Mana shunaqa qaranglar. Va o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar, birdan o'ngacha baho qo'yib ketinglar. Biz mehnatimizni qadrlagan holda, qani kim o'zi qayerdan kuzatyapmiz? Yevropadan, chet mamlakatlardan kuzatayotgan muxlislarimiz bormi? Bir kuni bitta akamiz yozyapti mana Antarktidada, yo'q, Antarktida emasda. Afrikadan yozyapman, Turkiyadan deyishyapti. Berlindan ko'pchilik olishyapti. Kim qayerdan kuzatyapti? Aniqlab olaylik akalar. Mana hojodaga olib beraman deb niyat qilganlar bor edi-ku. Uygalarning nomeri pastda e'lon qilinadi. Narxi $154.900 deb baholandi. Salomat bo'linglar.